Shehzod Rustamovich, sizda tahlil bormi? 2024-yilda ombudsman sizlarga mana shunaqangi shikoyatlarni yuborganmi hozirgi mana savolga oid? Bu bo'yicha bizga ombudsmandan shikoyat arizalar keladi. Haqiqatda biz hamkorlikda ko'rib chiqamiz. Bu arizalar belgilangan muddatlarda javoblarni ombudsmanga amalga oshirilgan, ko'rib chiqilgan tekshiruv natijalari bo'yicha vaqtida axborotlarni berib boryapmiz. Hozir aniq hisobot, statistik ma'lumotlar yo'q, lekin biz bular yozma ravishda taqdim etamiz. Hamkorlikda bu bo'yicha hamma shu kelib tushayotgan ombudsmandan kelib tushgan barcha shikoyat arizalari atroflicha o'rganilib, bu bo'yicha har bitta tizimli ko'rilgan shu murojaatda tizimli o'rganilganligi to'g'risida ombudsmanga javob ma'lumotlari berib borilyapti. Lekin siz ombudsmanda axborotini, mana hisobotini ma'ruzasi kun tartibiga qo'yilganligini bilib keldingiz, to'g'rimi? Senatga hozir. Sizda tahlillar qo'l ostingizda bo'lishi kerak. Mana shu 2024-yil faoliyatiga oid masala ko'rilyapti. Ichki ishlarga ombudsman tomonidan qancha murojaatlar yuborilgan? Mana shu inson huquqlari, erkinliklari, manfaatlari masalalari bo'yicha va uni qanchasini ijobiy hal qilgansiz, qanchasi tasdiqlangan? Mana shu bo'yicha axborotga tayyor bo'lib kelishingiz kerak sizlar. Bu statistika yo'q oldimizda, lekin umumiy nima deydi, hammasini nazorat qilamiz, hammasini bajaramiz degan gaplar hammasi umumiy gaplar. Shuning uchun bundan keyin bunaqa javob bermang. Qabul qilinmaydi bunaqa javobingiz.